Heyo do'stlar, sizlar bilan Mustafa. Heyo valla sizlar bilan Umiko. Betur valla. Biz bugungi Mustafa bilan qo'rqinchli videolar ko'ramiz. Hozir uran chiqib uran oldi o'zi yorug' kechqurunmasdi. Kechqurun bo'lsa, kechqurun qop-qorong'i joyda, video olmoqchi edik. Hozir yorug'da, masalan, birov oldi hamsi. Mana ko'rsanglar mumkin. Oy, ketdi. Heyo! Biz ko'rdinglarmi? Podpiskani bosinglar, vashi mazza ko'p ishimiz kerak. Valla hozir videozni qo'yib ko'ramiz. Qo'y o'zing. Ah, boboyim mana, boboyim. Bitta chiqing. Voy, voy. Siz ketdi. Hey do'stlar. Yorug' edik. Bolalar, qanaqa bugungi videomiz mana shu. Uran chiqdagi kirib oling. 6-8. Davay. Birinchi videoning shu bo'lishi mumkin. Sopol. Nega? Kirsang. Yaxshi qurib oling bo'ynimizga. Ha? Maychi. Kim pasar? Kelamiz. Oh, yaxshi qo'y. Juni qo'yma. Buvam qo'y. Bo'ldi. Qo'y. Hadi o'tiramiz. Ayağımızga bu tipten. Ura. Akilanma guyutti. Ya bismillah. Bismillah. Hadi bu değil. Yanında adam var. Birinchi video aşık qo'rqinchli bo'ladi. Jamin çok emas. Bravo. Hadi. Lekin bayangi. Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Menga qilib. Sizlarga aytdim bu balla. Sizlarga qaytaring. Bazasi. Agent Faber, siz uni ongli deb o'ylaysizmi? Bundan oldin u faqat televideniyada safsata gapirardi. Bilmadim, buni vaqt ko'rsatadi. Kostyumingniki. Birinchi video emas. Yangi video emas. Oh, bros. Minecraft zo'r. Men o'ylashim kerak. Deviga. Multik deb o'ylabmiz. Aylat. O'qib yo'qotdim. Happy. Dan. Yaxshiroq olmuş 900 burchi. Mana chala. Bu yorug'ga yana ekan. Yorug'.
Gabrieli. What the What the hell, bro? Nima bo'ldi? Telegram, Instagram'a Telegram'dan keldi. Stop. Siz kimsiz? Mendan nima xohlaysiz? Mening nomerimni qayerdan oldingiz? Kim ham bo'lardi? Bu menman, sening dadang. Ne? Evet. Nahotki meni tanimagan bo'lsang? Dada, bu aniq sizmi? Nega siz noma'lum raqamdan yozyapsiz? Ha qizim, telefonimni yo'qotib qo'ydim. Hozirgina boshqasini oldim. Endi bu nomer ham meniki. Böyle. Siz telefoningizni yo'qotdingiz. Siz telefoningizni yo'qotdingiz. Lekin menga yoza olyapsiz, qiziq. Agar menga ishonmasang, oyingga telefon qilib so'ra. Yo'q, nega endi? Men sizga ishonaman axir, dadajon. Shunchaki menga selfie tushib yubora olasizmi? Mahlumu? İyi. Ya teşekkür ederim. Balki endi ishonarsan qizim. Bu rasmni internetdan olmadingizmi? İlk nimalar deyapsan? Dada, meni biroz qo'rqitdingiz. Kechirasan qizim. Nega haligacha maktabdan chiqmading? Ha, biroz ushlanib qoldim. Axir soat 7 bo'ldi. Kokuş başlarını yaptı. Kokuş başlarını yaptı. Diyor kokuşu. Dada, axir bilasiz-ku, men 2-chi smenada o'qiyman. Ha, yodimdan ko'tarilibdi. Chiqyapman dada maktabdan. Yaxshi qizim. Unda seni hozir bir taksi olib ketadi. Qanaqa taksi? Qayerga olib ketadi? Men buyurtma qilgan taksi. Hozir yoningga mashina keladi. Sen unga qo'rqmasdan o'tiraver. U mashina seni mening yonimga olib keladi. Oyingga aytib o'tirma, bilishi shart emas. Qanaqasiga? Dada, axir siz kechagina bir haftaga komandirovkaga ketgan edingiz-ku. Qanday qilib taksi meni sizni yoningizga eltadi? Ha, men kecha komandirovkada edim. Shunchaki reja o'zgardi. Qaytishga majbur bo'lib qoldim. Qiziq va shubhali. Mening esa hech qayerga borgim kelmayapti. Qizalog'im, nima sen meni sog'inmadingmi? Nahotki meni yaxshi ko'rmasang? Nima aytdi baba? Qanaqasiga otang yoniga kelishni xohlamasan? Kuyruq. Ya. Nimalar deyapsiz, dadajon? Axir men ham sizni yaxshi ko'raman.
Mayli dada, siz aytgancha bo'la qolsin. Mashina ham yoniga yetib Shu mashinami dadajon? Ha. Ha. O'zbekistonda bo'lgan. ha o'sha. Ha, o'sha. Shularni topaman dedim. Tezda borib unga o'tir. O'zbekistonda bo'lgan ekan. Dada, axir siz yaxshi bilasiz. Mana o'zbekcha yozayapti-da. Axir siz ya. Men begonalarning mashinasiga o'tirishni yomon ko'raman. Xavotirlanyapman. Sen xavotirlanma. Bu taxi mening yaqin o'rtog'im bo'ladi. Faqat yozayapti. Qaniki bo'ldi. U seni mening yonimga olib keladi. Hali Shunday ekan aslo xavotir olma. Men seni intizorlik bilan kutyapman. Yaxshi. Unda men mashinaga chiqyapman. Video birozdan so'ng davom etadi. Siz esa ungacha videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Filab. Agarda sizga ham begona nomerdan noma'lum mashinaga o'tirishingizni so'rashsa, siz nima qilgan bo'lar edingiz? Yo'q. Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Foki yo'q, qochardi. Abu aka. Abror aka, g'alati hodisalar bo'lyapti. Nima qilishga ham hayronman. Qanaqa, nima bo'ldi, tinchlikmi? Men bir noma'lum bo'lgan begona mashinadaman. Chunki buni dadam iltimos qildilar. Nima qilibdi? Nimasi g'alati buni? Haydovchi. Dadam mashina seni mening yonimga olib keladi degandilar. Mashina esa meni umuman noma'lum yoqqa olib ketyapti. Balki dadang o'sha yoqlardadir. Bilmayman, lekin men xavotirdaman. Fit xabar. Hattoki bir soatdan beri noma'lum yo'nalish bilan ketyapmiz. Balki haydovchidan so'rarsan. Qayoqqa ketayotganlaringni? Men so'rayapman, ammo u javob bermayapti. Nega javob bermaydi? U nima gungmi? Bilmadim yoki kar. U shunchaki rolni boshqarib ketyapti. Xuddi u Robitdek. Men so'rasam u jim o'tiribdi. Men uning yuzini oynadan ko'rib qoldim. U judayam qo'rqinchli ekan. Abror aka, men qo'rqyapman. Qiziq va g'alati. Ha, g'alati. Bu yerda nimadir g'alati va menga bu yoqmayapti. Mana birinchi videomiz Rossiyalikdan ko'payapti. Ha, yozilgan yozib chiqmaydi. Zoom hop. İşlik.
Ha, g'alati. Nima? Bu ham xabar. Men uning yuzini oynadan ko'rib qoldim. Salom qiziquvchilar, siz boshqa dunyo kanaldasiz. Bolaligimizda hammamiz nimadir o'ynardik. O'g'il bolalarga askarlar va urush bilan bog'liq bo'lgan narsalar taniqlidir. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Qo'lingizdagi qo'g'irchoq kutilmaganda harakatga kelsa, bugun tasvirga olingan 5 ta animatsion qo'g'irchoqlarning qo'rqinchli holatiga guvoh bo'lamiz. Lekin video boshidayoq like bosish esdan chiqmasin. Qizig'i like bosish bepul. To'g'ri, sizlarga aytganlar. Yigit kompyuter oldida o'tiradi, ehtimol stream qilayotgandi. Chunki u monitor ekraniga qaraydi va atrofga befarq edi. Gap shundaki, hamma narsa uning orqasida sodir bo'ladi. Qo'g'irchoqni qimirlayotgan qo'li deyarli sezilmadi. Bu holatda misol juda vizual emas. Albatta kimdir yozuvni tortdi deb aytishingiz mumkin, lekin bu shundaymi yoki yo'qmi? Biz buni hech qachon bilmaymiz. Yo'q. Qiz xotirjam o'ynayotganda kamera ba'zi ma'lumotlarni yozib olgan. To'satdan qo'g'irchoqlardan biri boshini keskin buradi. Qiz qichqirgancha ikkala qo'g'irchoqni tashlab qochib ketadi. Haqiqatan ham qo'rqinchli ko'rinadi. Sifatli tahrir qilish izlari yo'q. Shuning uchun bolaning qo'lidagi qo'g'irchoq haqiqatan ham qimirlagani misolga javob bo'ladi. Bu ehtimol eng g'ayrioddiy holatdir. Bir guruh yoshlar fokus qilishdi va piramida shaklida idishlarni terishdi. Hammasi yaxshi ketayotgandi, lekin orqadagi qo'g'irchoq sirli ravishda harakatga keladi. Ularga sezdirmay boshini ko'tardi, yoshlar esa buni sezmadi. Ko'rinishdan shkaf ortiga odam sig'maydi. Agar orqada odam bor deb o'ylasak, bu nima bo'lishi mumkin? Albatta fikringizni kommentariyga yozing. Ye. Assalomu alaykum. Alaykum. Qiz o'z qo'g'irchog'i haqida gapiradi va u qo'g'irchoq bunga loyiqdir. Chunki u bilan bolaligidan do'st. Qiz qo'lida ushlab turdi va monolog paytida qo'g'irchoq sekingina boshini buradi. U juda dahshatli ko'rinadi. Sanki Paulyaning sahnasiga o'xshaydi. Shundan so'ng video qahramoni qichqirdi va qo'g'irchoqni tashlab yubordi. O'ylaymanki, bu yaxshi aktyorlik o'yini yoki haqiqatan ham g'ayrioddiy narsa bo'lgan. Yo'q, sizlarga qarab qo'yganim bo'ldi. Eng sirli hodisalardan yana biri kuzatuv kamerasiga tushgan. Bu shubhali narsa odamlarni o'ylashga majbur qiladi. Bola o'tirganda qo'g'irchoq asta-sekin bir tomonga, so'ngra boshqa tomonga boshini burdi. Go'yo qizaloq o'ynayotgan qo'g'irchoqqa hasad qilayotgandek. Lekin nima uchun boshini orqaga burganligini tushuntirib bo'lmaydi. Boy qimirlay. Yoqilg'i quyish shoxobchasida bo'lgan tushunarsiz hodisani yosh qiz suratga olgan. Biz oq shaffof narsani ko'ramiz. Ular bir muncha vaqt o'tgach, kamerani ko'rish maydonidan g'oyib bo'ladi. Ehtimol bu sharpa ishlangan video bo'lishi ham mumkin. Oppo narsa. Navbatdagi hodisani ajablanarlisi shundaki, ular Irlandiya sohilida tosh odamni suratga olishga muvaffaq bo'lishdi. Qirg'oqda toshlar orasida birdan odam tasviri paydo bo'la boshladi va bularning hammasi yaqin atrofda toshlar tufayli sodir bo'ldi. Unga tosh odam laqabini qo'yishdi. Odamga o'xshagan. To'g'ri. Hammasi tashlab chiqadi. O'zi to'g'ri. To'g'ri. Bu
video kechqurun video registratorda yozib olingan. Bir kishi uyga qaytayotgandi va yo'l bo'ylab mashina haydab ketayotib haqiqiy gumanoidni ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Nima edi bu? Mashg'ulot paytida biz odamga o'xshash siluetni ko'ramiz. Stop. İlk. Okula gelen yok. Aralar. Arkadaşlar. Ama gelirse de anlık o video kurtarma olayım. Mikrofon tutup yapmam. Alo. Halis. Kalesler. 70 yaşında. Gut, Uzbekistan oldu. Özledik. Süper derecede. Ben çetiz yapıyorum. Ko'pchilik fikrlar yuritildi. Ba'zilar bu goblin, boshqalar esa bu haqiqiy begona deb aytishdi. Bu savollarga hali ham javob yo'q. Shuning uchun biz faqat taxmin qilishimiz mumkin. Kadrlarda biz muallif qanday hodisaning guvohi bo'lganligini ko'ramiz. Siz video soxta yoki qandaydir o'yinchoq deb o'ylashingiz mumkin, lekin yo'q. Biz u boshini qanday burayotganini ko'ramiz va o'zini normal his qilyapti. Ikkinchi nazariya esa u qanotlari ustida turgani. Bu juda g'alati ko'rinadi. Bu matritsadagi muvaffaqiyatsizlik yoki qandaydir mutatsiya bo'lishi mumkin. Nimadirda qanotini maymunga o'xshab qo'yapti o'zini. Qanotini ayiq qo'yapti, bildi? Xitoy shaharlaridan birining aholisi hayratlanarli va tushunarsiz hodisalarni qo'lga kiritishdi. Mayli. 15 daqiqa davomida ular boshqa kulguli sirli obyektni ko'rishgan. Keyin to'satdan g'oyib bo'lgan. Guvohlar qandaydir g'ayrioddiy qutilar haqida gapirishgan. Bu video internet tarmog'iga kirganda ular dahshatga tushdi va darhol nazariyalar ko'rishni boshladilar. Bu obyektni paydo bo'lishi haqida taxminlar ko'p. Skeptiklar o'zga sayyoraliklarni xiyra-nayrangi deb ishonishadi. Bu haqida siz nima deb o'ylaysiz? Bu odam qo'ziqorin terish uchun o'rmonga kirdi. U yerda dahshatli narsa bor edi. Hatto ilm fan ham buni tushuntirib bera olmadi. Mahalliy gazetalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu haqiqiy musofir yoki mutatsiyaga uchragan jonzot. Olimlar u nima uchun ko'k ekanligini va u nimani ifodalayotganini bilisha olmadi. Bu kimningdir taxmini menimcha. Bir guruh yoshlar taniqli joyga borishga qaror qilishdi. qilishadi. Chunki ular internetda dahshatli afsonalarni eshitgan edi. Qo'shnilarning aytishicha, u yerda izsiz yo'qolgan oila yashagan va ularning arvohlari hali ham izg'ib yuradi deyishgan. Bu yerda haqiqatan ham dahshatli voqealar ro'y beradi. Dastlab guruhdagi qizni
Moskva hamda Moskva oblastida yurgan hurmatli yurtdoshlar, agarda siz patent продления yoki toza registratsiya подтвержденияsi bilan qilmoqchi bo'lsangiz, boshidagi чистый qilib ishlaringni bitirib beradi. Sifatga o'zim kafolat beraman. Hozirroq telefon qilinglar va boshqa dunyo paranormal hodisalarga nisbatan telefon qilinglar va boshqa dunyo kanalidan keldim desanglar, sizlarga 20% chegirma qilib berishadi. Salom qiziquvchilar, siz boshqa dunyo kanaldasiz. Bolalar kattalarga qaraganda paranormal hodisalarga nisbatan sezgirroq bo'ladi deb ishoniladi. Chunki ularning voqelik haqidagi tasavvurlari hali to'liq shakllanmaganligi uchun. Bugun biz sizlar uchun bolalarning mistik va paranormal hodisalarga duch kelgan 10 ta holatni to'pladik. Ekranga yaxshilab joylashib oling, lekin video boshida yaxshilab. like bosish esdan chiqmasin. Tayyormiz. Tayyormiz, qo'y videoni. Aka va singillar Instagramda jonli efirga chiqishdi. Ularning orqa foniga diqqat bilan e'tibor bering. Eshik ochilib, qandil xilpiray boshlaganda yigitlar hech narsani eshitmadilar va sezishmaydi. Ularning reaksiyasi stul yiqilib eshik taqillagandan keyin sodir bo'ldi. Shundan so'ng qattiq qo'rquv bilan bolalar onasini chaqira boshlaydi. Nima deb o'ylaysiz? Bu kadrlar sahnalashtirilganmi yoki yosh blogerlar xonasida haqiqatan ham paranormal hodisa yuz berganmidi? Yapti. Ushbu video muallifi oilasi bilan vaqt o'tkazayotganida ayol va uning eri farzandining e'tiborini g'alati bir narsa tortayotganini payqashadi. Bolaning yuzi quvnoqlikdan xuddi nimadandir qo'rqib ketgan yuzga o'zgaradi. Xuddiki qizaloq yonida aniq nimadir sodir bo'layotganini bilganday ko'rinadi. Bir necha soniyadan so'ng kichik oq shar uning boshi ustiga uchib o'tganini ko'ramiz. Paranormal ekspertlarning fikriga ko'ra bu arvoh bo'lishi yoki shunday shaklga kirgan ruh bo'lishi mumkin ekan. Ikkita qizaloqlar o'ynamoqdalar va ularning onasi qizlarni kameraga suratga olmoqda. Keyin esa haqiqatan ham dahshatli voqea sodir bo'ladi. Bir payt qizlardan biri orqa xonaga qaraydi. Bir necha soniya kimgadir qarab turganday ko'rinadi. Keyin esa u onasi yoniga baqirib yugurib keladi. Onasi qo'rqib ketgan qizini tinchlantirishga harakat qiladi. Ikkinchi qizcha esa singlisi nimadan bunday qattiq qo'rqib ketganini tushuna olmaydi. Keyin esa u ham orqasiga qaraydi. Bir necha soniya o'tib u ham nimadandir dahshatga tushib qo'rqib baqirib onasi oldiga keladi. Agar siz xonaning qorong'u tomoniga diqqat bilan qarasangiz, bir necha soniya davomida siz eshik oldida qizchalarni dahshatga solib qo'rqitadigan qandaydir sharpani ko'rishingiz mumkin. Aka 2019-yil ona va qizi birgalikda tushlik qilishmoqda. Yaqindagina ular amakisini dafn qilishgan edi. Ona stol ortiga qarab qizi o'zini g'alati tutayotganini payqaydi. Bo'shliqqa qarab kimgadir qo'l silkitganini sezadi. Bu vaqtda ona ovqatlanayotgan qizini videoga olayotgan edi. Birdan qiz onasiga uning orqasida amakisi turganini aytdi. Ayol orqasiga qayrilib qaraydi, lekin hech kimni ko'rmaydi. Biroz vaqt o'tgach qiz yana amakisi endi uning shundoqqina yonida turganini aytadi. Ayol orqasiga o'girilishi bilan haqiqatan ham amakisining ruhi ko'rinadi va shokka tushib qoladi. Qo'rqtordi aka. Bu kadr chaqaloqning adyolga o'rangan holda qattiq uxlayotganini ko'rsatadi. Siz chaqaloqning ustidagi adyol qimirlayotganini ko'rishingiz mumkin. Lekin birozdan keyin ko'rinmas qo'l adyolni biroz pastga tortadi. Bu hodisani chaqaloqning otasi payqab qoladi. Bu hodisa qanday sodir bo'lganini tushuna olmay, kamera yozuvlarini tekshirganda u paranormal holatga duch kelganini tushunadi. Ota bu yozuvlarni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirganda, u video ostiga chaqaloqning onasi yaqinda olamdan o'tganini va bu paranormal hodisa aynan chaqaloqning onasi tomonidan sodir bo'layotganini tahrirlab o'tadi. Kuzatuv kamerasi tomonidan suratga olingan ushbu videoda 3 nafar kichkina bola qanday uxlayotganini ko'ramiz. Lekin bir muncha vaqt o'tgach chaqaloqlardan biri uyg'onib yig'lay boshlaydi. Keyin qandaydir mistik paranormal hodisa sodir bo'ladi. Qandaydir ko'rinmas kuch chaqaloqni tortayotganini ko'rish mumkin.
Arvoh chaqaloqni qarama-qarshi tarafga tortishga harakat qilmoqda. Kadrda biz bolaning oyoqlaridan kimdir tortayotganini payqashimiz mumkin. Chaqaloq yotog'iga emaklab borish uchun harakat qilmoqda, ammo ko'rinmas narsa unga buni qilishga imkon bermayapti. Ushbu kadrlarni tomosha qilgan tomoshabinlarning aksariyati bu arvoh yoki qandaydir ko'rinmas kuchning hiylasi deb o'ylashmoqda. Skeptiklar esa o'z navbatida videolar sahnalashtirilgan, unda hech qanday ma'no yo'q deb hisoblashmoqda. Lekin albatta bu kadrlar haqida aniq bir to'xtam yo'q. Sizningcha blog uchun suratga olishi to'xtam yo'q. Sizningcha bu kadrlar rostmi yoki sahnalashtirilgan? Fikringizni albatta kommentariyada qoldiring. Ushbu kadrlar panamalik bolalar o'zlarini videoblog uchun suratga olishayotganini ko'rsatadi. Bu kadrlarda siz ular qanday qo'shiq aytib o'ynashayotganini ko'rishingiz mumkin. Keyin esa orqa fonda kimdir ularni poylayotganini sezasiz. Shu vaqt bolalardan biri orqasida kimdir borligini payqaydi va qo'rqib ketadi. Agar diqqat bilan qarasangiz, eshik ortida bolalar orqasida shaffof jismni ko'rasiz. U kichik o'lchamli, bir qarashda yosh bolaga o'xshaydi, lekin u yerda bu bolalardan boshqa hech kim bo'lmagan aytilgan. Bu videoda bir qarashda hamma narsa tinch va osoyishtaday ko'rinadi. Qizaloq stolda rasm chizib o'tiribdi, lekin birozdan so'ng g'alati va mistik bir holat sodir bo'ladi. Keling, yaxshisi buni ko'ramiz. Biz kimdir yoki ko'rinmas jin stol ustida yotgan qog'oz varaqlarini sotishni boshlaganini ko'rishimiz mumkin. Bu holatni ko'rgach qiz dahshatli qo'rquv bilan imkon qadar xonadan tezroq chiqib ketadi. Biroz vaqt o'tib hamma narsa tinchlanadi, lekin yana bola qaytib keladi. Qiziq, bu holat qizchaning ko'ziga shunday ko'rindimi yoki yo'qmi bilish maqsadida qizcha kelgach yana paranormal hodisa yana faollasha boshlaydi. Shunda arvoh avvaliga stoldan albom varaqlarini sochadi va undan keyin umuman boshqa hamma narsalarni uloqtira boshlaydi. Qo'rqinchlisi shundaki, qiz nima noto'g'ri ish qilganki, arvohini shunday qo'rqitishi uchun. Bu videoni yashirin kuzatuv kamerasi suratga olgan. Bu qizning akasi singlisini nazorat qilish uchun kamera o'rnatgan edi. Yigit qizning orqasiga o'tib ketayotganini ko'ramiz va shu payt likopcha o'z-o'zidan harakatlana boshlaydi. Qizcha buni ko'rib hayratda qolmadi, go'yoki u bu holatni birinchi marta ko'rmayotgandek. Bir oylik qiz va uning otasi shu dahshatli daqiqada xonada edilar. Ota bolasini kameraga suratga olishga qaror qildi. Qizi doimo kimgadir qarayotganini ko'radi. Keyin qizaloq uning oldida o'zdan o'zi yopilgan eshik tomon harakatlanadi. Otasi bu holatdan vahimaga tushadi. Bu Uxlayapsanmi? bu arvohning hiylasimidi yoki qandaydir mistik ko'rinish? Uxlayapsanmi? Eshik Maytda uxlayotdingmi? o'z-o'zidan yopiladigan xonada ulardan boshqa hech kim bo'lmagan. Uxlayotibdi-ku. Qarasam. Uxlayotdi. Do'stlar, mana shu bilan bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demak kanalga obuna bo'lish vaqti keldi. Ham tugadi. Videoni tugataymi? Ha? Masalan, bugungi videomizga ikkinchi qismini ham keyin olamiz. Map. Ha? Map.